Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Keyingi mebelimiz 3 metrli penali bilan 2.60 bunisi penali 40 sm. Gazi, vitishkasi, mo'ykasi, mo'ykan tevasi, sushilkalargacha bor. Shu holatda. Penal. Uzunligi 3 metr, bo'yi 2.20. Tevasida svetlari ham bor, 3 ta. Mana tashqi pesi yonadi. Mana polkasi ham 3 qator. Vitishkasi ham 2 ta motorli. Gazi ham yaxshisidan. Bitta elektr, 3 ta gaz. Propaniya ham olsa bo'ladi. Doskasi rossiyskiy. Orqasi laminatga PVH dekor yopishtirganmiz. Buni narxini 7 million qilib beramiz, dastavkasi ichida.